Bugun O'zbekiston xalqaro maydonda o'zining mustahkam pozitsiyasiga ega mamlakat sifatida milliy va mintaqaviy manfaatlarni faol ilgari surmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkilotining 80-yubiley sessiyasidagi chiqishi va ilgari surgan tashabbuslari hamda AQSh prezidenti Donald Tramp bilan yuzma-yuz uchrashuvi, Amerika bilan ko'plab manfaatli kelishuvlarga erishilgani buning yaqqol namunasidir. Prezidentimizning nutqi va amaliy uchrashuvlarida avvalo inson kapitalini rivojlantirish, milliy iqtisodiyotimiz ravnaqi masalalariga e'tibor qaratilgani ahamiyatlidir. Ayniqsa kam sonli davlatlar rahbarlari qatorida O'zbekiston rahbarining Donald Tramp bilan o'tkazgan uchrashuvi AQSh va O'zbekiston aloqalarida yangi bosqichni anglatadi. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Fan, ta'lim, madaniyat, sport va yoshlar masalalari qo'mitasi raisi Nodir Jumayev o'z fikr-mulohazalarini bildirdi. Washington rasmiylari O'zbekiston Markaziy Osiyoda barqaror va islohotlar namunasi sifatida ekanligini ko'ra boshladi. Albatta bu nafaqat ikki davlat aloqalari, balki ikkala mintaqa o'rtasidagi munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqayotganini guvohi bo'lib turibmiz. AQSh prezidenti Donald Tramp o'zini Truth Social ijtimoiy tarmog'i sahifasida ham post yozib qoldirdi. Unda ham biz uchun g'urur, iftixor bag'ishlaydigan gap bitta bo'ldiki, Prezident Mirziyoyev bir so'zli inson va biz boshqa ko'plab masalalar ustida birgalikda hali ko'plab ishlaymiz deb o'zini o'sha Twitter sahifasida Truth Socialda qoldirdi. Bu nimani ko'rsatadi? O'zbekiston shu kungacha dunyoning qaysi davlati bilan hamkorlik qilmasin, albatta shartnomalarga to'liq amal qilgani va davlatimiz rahbarini odilona, tahliliy va umuman ikki tomonlama manfaatni ilgari surgan holatda O'zbekistonning barqarorligiga xizmat qiladigan ko'plab shartnomalarni amalga oshirayotganlari ham, bosh bo'layotganlari ham O'zbekistonda tanlangan yo'l bitta. U ham bo'lsa, yangi O'zbekistonni albatta taraqqiy etgan davlatlar qatoriga qo'shilish uchun zamin yaratmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp albatta O'zbekistonni Boeing kompaniyasi bilan 22 ta 787 Dreamliner samolyotini xarid qilish bo'yicha bitimga imzo chekilganini bir quvonarli holat sifatida ko'rib o'tdi. Albatta bu Amerikada 35 mingdan ortiq ish o'rni yaratishini olib kelsa, O'zbekistonda esa bu o'z navbatida bevosita samolyotlarni, ya'ni aeroportda parkini kengayishiga olib keladi. Bu yana nimaga olib keladi? Birinchidan bu xalqaro reyslar sonining oshishiga, ma'lum darajada geografiyasini kengayishiga olib keladigan bo'lsa, ikkinchidan bu O'zbekistonga kelayotgan xalqaro turizmni, ya'ni turizmni, investorlar sonini, oqimini oshishiga olib keladi. Bu albatta O'zbekistonning jozibadorligini oshiradi. Uchinchidan bu O'zbekistonga iqtisodiyotiga to'g'ridan to'g'ri bilvosita milliardlab kapitalni kirib kelishiga sabab bo'ladi. To'rtinchidan ekologik jihatdan tejamkor, zamonaviy texnologiyali samolyot yo'lovchilariga yuqori xizmat ko'rsatish oqibatida O'zbekistonda xizmatlar sohani oshishiga, yalpi ichki mahsulotda xizmatlar sohani oshishi bilan birgalikda uni sifat jihatdan xalqaro darajaga o'tishiga zamin yaratadi. Demakki, biz bitta narsa aytishimiz mumkin. Birgina aviatsiya sohasini o'zidagi bo'lgan hamkorlik O'zbekistonni bevosita turizm bilan birgalikda O'zbekistonning imijini yaxshilashga, O'zbekistonning transport sohasini yanada yangi bosqichga albatta olib chiqadi. Biz bir narsa aytishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Nyu-York shahrida aynan Boeing Global kompaniyasi prezidenti bilan uchrashuv o'tkazganlari va biz albatta xalqaro hamkorlikni yanada chuqurlashtirish bo'yicha yangi yo'nalishlar bo'yicha muzokaralar olib borilganligi ham O'zbekiston tanlagan yo'l bitta. Barcha sohalarda liberallashtirish, erkinlashtirish, bozor qonunlari asosida O'zbekistonni xalqiga xizmatlar sifatini oshirish, raqobatbardoshlik natijasida narxlarni pasayishiga xizmat qiladigan sohalarni barchasini rivojlantirish bosh maqsad qilib qo'yildi. Nafaqat Boeing kompaniyasi bilan davlatimiz rahbari bilan borgan O'zbekiston hukumati tadbirkorlar guruhi bir qator uchrashuvlar amalga oshirildi va davlatimiz rahbari o'sha Air Product kompaniyasini o'sha sanoat gazlari ishlab chiqarish, qayta ishlash sohasida o'sha Buxoroda gaz kimyo kompleksini qurish bo'yicha kelishuvlar amalga oshirildi yoki bo'lmasa ekologik toza aviatsiya yoqilg'isi ishlab chiqarish bo'yicha Navoiyazodda ham yangi loyihalar amalga oshirilishi bizda sanoatni rivojlanishiga, sanoatni rivojlanishi o'z navbatida qo'shilgan qiymatli, yuqori qiymatli mahsulotlarni chiqarishiga olib keladi. Bu nima beradi? Bu O'zbekistonda munosib daromad manbai yaratadi. Nega? Milliy daromad oshgandan keyin albatta
bu aholini daromadi oshishiga olib keladi. Aholini yaxshi yashashiga, xalqaro darajada daromad olishiga olib keladi. Birgina misol o'sha McKinsey Consulting kompaniyasi bilan tog' sanoatini transformatsiya qilishda strategiya bo'yicha kelishib olinganligi yoki bo'lmasa o'sha Go Green Partners bilan yoki bo'lmasa Citigroup bilan hamkorlik bank moliyat tizimida yoki Franklin Templeton bilan qo'shma investitsiya fondi tashkil qilish bo'yicha yana bir quvonarli holat Nasdaq bilan Toshkent fond birjasini modernizatsiya qilish bo'yicha kelishib olindi. Bu albatta bizni davlat obligatsiyalarini shu xalqaro bozorlarga chiqarish bo'yicha, ularni bevosita sotish bo'yicha va ma'lum darajada yangi investitsiyalarni olib kelib, yangi ish o'rinlari yaratish bo'yicha asos bo'ladi deb hisoblaymiz. Albatta, bu yerda o'nlab, yuzlab kompaniyalarni keltirishimiz mumkin. Qilinayotgan maqsad bitta. Men iqtisodchi sifatida bir narsani aytib o'tgan bo'lardim. O'zbekiston-AQSh iqtisodiy munosabatlari hozirgi bosqichda strategik ahamiyat kasb etmoqda. Yirik kapitallar, yirik sarmoyalar, moliya bozoridagi hamkorlik, eksport imkoniyatlari bu nafaqat iqtisodiy o'sishi, balki milliy iqtisodiyotni barqaror bo'lishini ta'minlaydi. Eng muhimi, bu jarayonlar mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlarni xalqaro miqyosda qo'llab-quvvatlaydi. Chunki har bir yirik kapital, har bir yangi shartnoma O'zbekistonga bo'lgan ishonchi ifodasidir.